Assalomu alaykum hammaga. Sog'misizlar, omonmisizlar? Biroz Kamronbek haqida ma'lumot berishni lozim ko'rdim. Bugun 19-yanvarda Kamronbekka o'tkaziladigan hujayralar kelish kerak edi. Ya'ni ilik hujayralari. Keyin kelishi bilan inshaalloh tezlashtirib o'tkazamiz deyishgandi, ammo Kamronbekda qoni biroz past chiqibdi. O'shaning uchun 1-2 kun kutib turishga qaror qilishibdi. Menga ham biroz oldin xabar berishdi. Ertalabdan beri hamma kutyapti ekan. Rahmat befarq bo'lmaganlaring uchun. Onasi ham Nilufar opam telefon qildi, 2-3 marta Mijon nimaga o'tkazishmayapti, nima bo'ldi deb. Ya'ni xavotir oladigan hech narsa yo'q. Faqatgina o'sha biroz qonni ko'tarilishini kutishadi. Chunki immuniteti 0 da hozir. Ya'ni ozgina bitta kichkinagina xato ham og'ir oqibatga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun kutib turishga qaror qilishdi. Xudo xohlasa inshaalloh ertaga ertalab o'zim kasalxonaga borib doktor bilan gaplashib ko'rishga harakat qilaman. Sizlardan iltimos, duodan to'xtamanglar. Chunki hozir eng muhimi duo. Xudo xohlasa hammasi yaxshi ketyapti inshaalloh. Allohim osondan bersin xudo xohlasa. Bundan keyin shunaqa ma'lumotlar berib turishga harakat qilamiz.